Assalomu alaykum barcha hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men business.go portali haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ya'ni buning uchun telefonimizdagi Google ilovasi orqali qidiruv beramiz va newbusiness.go.uz portal kelib chiqadi. Bu portalga kiramiz. Ya'ni bu portal barcha o'sha biznes haqidagi ma'lumotlarni berib oladi va o'sha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan kerak bo'lgan barcha ya'ni o'zlarini qiziqtirgan savollarga ham javob berishga ixtisoslashgan portal hisoblanadi. Bu portal ya'ni O'zbekiston Respublikasi baynal-millatlashuv ya'ni ko'p millatli davlat bo'lgani sababli buni 3 ta tilda ko'rishimiz mumkin. Birinchisi o'zbekcha, ikkinchisi ruscha va uchinchisi ya'ni kirilcha o'zbekcha. Keyingi qismida ya'ni portalimiz keyingi qismida so'nggi yangiliklar ya'ni quyidagilarni o'z ichiga oladi. Korrupsiya holatlari bo'yicha anonim axborot, huquqiy maslahatlar, tadbirkorlik subyektlari uchun zarur bo'lgan xizmatlar, statistika va qo'llanmalarni o'z ichiga oladi. Keyingisi ya'ni murojaat yo'llash turlari mavjud. Bunda ya'ni 3 xil usul ta'sis etilgan bo'lib, birinchisi ya'ni o'sha telefonimiz veb-sayt orqali ya'ni Gmail orqali hokim yordamchilar orqali murojaat qilish. Ikkinchisi ya'ni maxsus Telegram botlari joriy etilgan bo'lib, bu botlar orqali ham murojaat yo'llashimiz mumkin. Keyingisi qisqa raqam va raqam berib o'tilgan. Bularga ham qo'ng'iroq qilish orqali biz o'zimiz qiziqtirgan savollarga javob olishimiz mumkin. Keyingi qismida tadbirkorlik subyektlari uchun zarur bo'lgan xizmatlar. Bu qismida o'sha tadbirkorlik bo'yicha barcha zarur bo'lgan xizmatlar keltirib o'tilgan. Bularga yer ajratish va qurilish sohasidagi xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish, jamoaviy murojaat va loyihalarni muhokama qilish, kredit kompensatsiyasi, subsidiya masalalari, tadbirkorlikka oid ko'rsatiladigan davlat xizmatlari, bojxona tomonidan tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish va hokazolarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu portalimizda yangiliklar ham mavjud bo'lib, so'nggi yangiliklar hozirda ya'ni Prezident qarori chang, poyabzal va mo'yna ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus qaror ishlab chiqilgan. Keyingi qismi tadbirkorlik subyektlari uchun zarur bo'lgan xizmatlar. Bular ko'plab xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi yer kadastr, arxitektura, bank, moliya va kredit, soliq masalalari, bojxona masalalari va hokazolarni o'z ichiga oladi. Bu yerda ya'ni O'zbekiston Respublikasi bo'yicha statistika ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Och binafsha rangdagisi jarayondagi xizmatlar foiz ko'rsatkichi keltirib o'tilgan bo'lsa, to'q binafshadagi esa ko'rib chiqilgan, ya'ni 55% ko'rsatkichdagi ko'rib chiqilgan statistikani ko'rishimiz mumkin. Arizalar maxsus ranglar bilan ajratilgan. Keyingisi video qo'llanma. Video qo'llanmada ya'ni ushbu portalimiz orqali shu portalga tushunmagan insonlar ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarni ulardan unumli foydalanish maqsadida ushbu video kontent joylashtirilgan. Bu kontentni ko'rishimiz orqali bu ya'ni portaldan foydalanishimiz mumkin. Keyingi qismi asosiy ma'lumotlar, ya'ni asosiy ma'lumotlarda bu portal bilan bevosita biriktirilgan bo'limlar mavjud. Birinchisi yagona davlat nazorat axborot tizimi, ikkinchisi my.gov.uz portali, uchinchisi regulation.gov.uz portali, murojaat.gov.uz portali, Prezident rasmiy veb-sayti va hokazolarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu portal bilan bog'lanishda biz o'zimizni ya'ni ismimiz va nomerimizni qoldirish orqali bu portaldan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biz o'zimiz qiziqtirgan savollarga javob olishimiz mumkin. Bu portalni maxsus Instagram, Telegram, Facebooklarda maxsus kanallar mavjud. Keyin oldin aytib o'tganimdek qisqa raqam 1100. Bu yerda manzil va Telegram botlari keltirib o'tilgan.